Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerine karşıladığımız ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz bugün 2026 yılı 11. iyul şembe. Her şembe günü bir hafta jarayanda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini kısa analiz qan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularga köz yugurtip öteyli. Dünyanın her qaysı joylarida Ürümçi qatliamı xatirlendi. Xitoy 5 iyul harbisida Sharq Turkistonda qurolliq manevr o'tkazdi. Ve Xitoyning ballistik bomba siniqiga kuchli tanqid yog'di. Bu ve bundan başqa bir qancha xabarimiz bo'ldi. Qanundaqda birinci xabardan başlap ko'rib o'tayli. Dünyanın her qaysı joylarida Ürümçi qatliamı xatirlendi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta her yılı bu Xitoy tecavüzçilerinin 2009 yılı vatanımızdaki Ürümçi şehrinde elip bağın, bütün dünyada intayın gulguluk qozgan hazırgacha halkımızın kalbide mi xuddi tünügünkidek bunun yarısı hele hem yepyeni halde tuturuvatkan bu katliamını her yılı dünyanın her qaysı joylarida yaşavatkan halkımız türlük faaliyet, namayiş, axbarat e'lon qilish, yig'ilish degandek faaliyetler bilan Xitoyni la'natlab, ayblab kelyapti hozirgacha. Bu yilmi 5 iyul qatliamining 17 yilligi munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz bu tarixiy jinoyatni Xitoyninki ve navbatda Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini ayıplab faaliyetler, şundaq namayişler ötküzüldü dünyanın her qaysı joylarida. Cümleden Türkiye'deki köplegen Sharq Turkiston teşkilatları ve yerlik teşkilatlarınınki hemkarlıqda 5 iyul Xitoyning İstanbul'da turuşluq baş konsulxanası altında namayiş ve axbarat e'lon qilish yig'ilishi ötküzüldü. Yig'ilishda oldi bilan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Musajan bayonot o'qib 5 iyul Ürümçi qatliamining oldi keyindagi Sharq Turkiston vaziyati navbatdagi texmi ig'irlashgan qo'rqinchli vaziyat va xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston masalasidagi mas'uliyatlarini qayd qilib o'tdi so'zda. Arkadan Sharq Turkiston Ölüm Ana Birlik Reisi Doçent Doktor Alimcan Buğda, Xalqaro Sharq Turkiston Teşkilatlar Birligi Muavin Reisi Ubul Qasim Ahmedi, Dünya Uyghur Qurultayı Muavin Reisi Abdurrashid Abdulhamid, Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi Reisi Amir Hasan, Eri Meşrep Uyghur Vakfı Reisi Süleyman Köktuğ ve Cemaat Erbabı Abdülkadir Yapçan qatarlıqlar hammasi ayrım söz qilib bu yerda bütün dünyanı bu faciali kunni unutmaslikqa irqiy qirg'inchilikdan boshdan kechirayotgan Sharq Turkiston xalqi uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Albatta yuqorida deganimdek dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz o'zlari yashayotgan davlatlarda xilma-xil faoliyatlarni o'tkazdik. Jumladan Avstraliya, Amerika, Shvetsiya, Gollandiya, Germaniya, Yaponiya, Norvegiya, Belgiya qatarlıq köplegen devletlerde yaşayotgan Sharq Turkiston xalqimi 5 iyul Ürümçi qatliamini xatirlab bu yerda namoyish va axborot e'lon qilish yig'ilishi o'tkazib mana shunday faoliyatlarni o'tkazdi. Bulardan sirt dunyoning har qaysi joylaridagi 100 dan ortiq islomiy tashkilotning hamkorligida barpo qilingan Uyg'urlar uchun dastur harakati bu yillar burun başlanılan hareket haripte bilisizler. Uygurlar için destur hareketi 5 iyul London'daki Xitoy baş elçixanası aldıda namayiş teşkillab Ürümçi qatliamini Xitoyning izchil davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qattiq aybladi. Ve bütün dünyanı, xususan İslam dünyasını hele hem tegishlik şekilde küçülük avaz çıkarmayotgan İslam dünyasının Xitoyning jinoyatlarini tutishga chaqirdi. Londondagi Xitoy baş elçixanasının oldida. Xo'sh, demak mana shunday faoliyatlardan o'tgan bo'ldi 5 iyul dunyoning har qaysi joylarida. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xitoy 5 iyul harbisida Sharq Turkistonda qurolliq manevr o'tkazdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz,
Albatta bu tajovuzchilar har yili 5-iyulning shu 5-iyulga yaqinlab qolgan vaqtida hozirgacha 2009dan buyon uning keyingi yillarga qarab boqadigan bo'lsak, ya 15-20 kun qolgan, ya 1 oy qolgan degandek vaziyat changishga boshlaydi. Hatto turmadan qo'yib berilganlarni qaytadan tutib ketilib, mushu 5-iyulni bir xotirjam o'tkazib olamiz deb nurg'un tutqun qilindi begunoh insonlar, begunoh yoshlarimiz degandek. Buni xalqimiz yillardan buyon yashab kelyapti. Va har xil faoliyatlar, har xil manevr, har xil soqchilarni, itlarni ko'ch-ko'chlarda har xil ovozlarni chiqarib, xalqning qalbiga qo'rqinch selib, o'zicha hayvi ko'rsatgan bo'ldi hamda. Bu yillardan buyon davom qilayotgan bir Xitoyning nomussizligi, ham to'g'ri yurakligi Xitoyningki. Shuncha vala qamal, shuncha vala zulm ostida yana xuddi tuyuqsizlam Xitoyni o'rib tashlab darhol bayram bo'ldigandek bir vaziyatda qo'rqib turdi bu Xitoylar. 3-iyul, dal 5-iyulga 2 kun qolgan vaqtida Sharq Turkistonda Tangritog'dagi O'tkir Shamshar 2026 nomli qurolliq manevr o'tkazgan Xitoylar. Shu ko'rinishga qarab boqaylik. Bu kimga qilyapsa bu nimasanga? Yani buningdan tushunib olsa qoldi dushmanimizningki qanchalik titrab turayotganligini, bu vatanni yani her zaman qo'ldan berish ehtimolligi bo'lganligi uchun Xitoylarniki mushunday qo'rqib, har xil vatanimizning har qaysi joylarida, hatto shunchalik qo'rqqanki, eng Uyg'urlarga bo'lgan kuchli kerak bo'lgan birli vaqtida vatanimizning Sharq Turkistonning 4 cho'ng shahrida o'tkazgan gapda hamda. Buni o'tkazib, hayvi ko'rsatyapti xalqqa. Men mushunday deb ish qaysan kallangni ko'tarsam, mana mushunday ham joylarimiz biz kuchli bo'lib ketdik deb, ham dunyoga popoza qilib o'zining qanchalik kuchli bo'lib ketganligini ko'rsatyapti o'zicha. Amaliyotda bu bir to'g'ri yuraklik pichiqig'imi zanjir selib, bechora xalqningki ko'chada tavus sotadigan odamning pichiqig'i zanjir selgan to'g'ri yurak Xitoylar buncha vala qorallarini ko'rsatib hayvi qilgan kansan, hayvi qilishga mushuni har zaman davomli qilib tursa buni. Nimish qo'rqsa uningki kichkina bir pichiqidan tavus pichirgan. Oshpaz Navoiyning pichiqidan nimish qo'rqsa? Chunki yuriking shu darajada qorallaring shunchalik bo'lsa-mu, ammo yuriking o qadar to'g'ri yurakka xalqning mushinchilik pichiqig'imi zanjir soladaysan yani. Bu sening amaliyotdagi ahvoling yani. Nuqtaliq 4 shaharda o'tkazishimi bu manevrni nihoyat diqqat qo'zg'agan masalalarning biri. Xitoy tashviqot organi atalmış Xinjiang gezitining bu vaqtdagi xabarda Xitoy rejimi, Xitoy Kompartiyasi komiteti, Xitoy armiyasi, soqchi qismlari va diviziya birlikda atalmış terrorlikqa qarshi turish, terrorlikning oldini olish nomida qurolliq manevr o'tkazdi hamda. Qarab qo'ylaylik. Bunu o'qisa xuddi har kuni bizning vatan Afg'onistondagi yoki shu kunda urush bo'layotgan rayonlardagi Ukraina, Rossiya o'rtasida urush bo'layotgan har oyda 20-30 ming odam o'lyapti askarlar. Yani xuddi Sharq Turkiston ashinamiki deb mahadlarni o'qiganlar o'ylab qoldi hamda Xitoyning bu qadar titrab ketayotganligiga qarab. Bu qatimqi qurolliq manevr ayrim holda Urumchi, G'ulja, Qashqar, Xotan qatorliq 4 joyda o'tkazilgan. Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlari va qo'rchoq amaldorlar manevrni ko'rishga qatnashgan. Majburiy qatnashtirdi, uni ko'raman dedi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, manevrda egizlikdagi chegara ig'iz rayoni, shahar ko'chalari qatorliq joylarda tasodifiy yuz bergan voqealarni bartaraf qilish, odamsiz uchqu, dron hujumiga qaytirma zarb berish, chegara sirtidan kirgan ushtumtut hujumiga zarb berish, jamiyat qatlamidagi atalmış zo'ravonlik, terrorlik delolarni bartaraf qilish qatorliq turlar ijro qilingan. Davomli mashq qildigani manevr o'tkazsa, mushu iboralarni ishlatadi. Mushu yaqinqi yillarda ko'p ishlatilgan bo'lib qoldi. Davomli chegara sirtidan tuyuqsiz yuz bergan mushu hujum qilishlarga qanday taqobil turamiz? Vatanimizning har qaysi joylarida ilgirma o'tkazildi. Hatto biz doktor Erkin Akram bilan suhbatni qildik Xitoyning bu qadar bu iboralarni ko'p ishlatishiniki. Chunki yurak pok to'g'ri yurak buni davomli his qildida bir kun olmay bir kuni bu yerdan ish chiqadiganligini o'g'ri bo'lgan ekan.
bu yerden ayrılıp kalışını ana şundaq aşında vaqalar bu yerde çoqum buludu atügün. Dep şununğa qarata məşq qılıp da. Bu bugün yaqın kunlarda en köp anlavatımız mesela. Bulupmu Ukrayna Rusya uruşida Ukraynanınki muş dron adamsız uçqu bilan şunchalik kuchli Rusya armiyasini har oyda 20-30 ming askerini vayron qilyapti. Bu dron masalasi eng kun tartibdagi masala. Bumu Xitoyni cho'chitgan masalalarning biri hamda. Meni armiyam, askarlarim, bu tanklarim qancha cho'ng bo'lsa-mu, bunda bir hujum qilsa, kichikgina bir iqtisod bilan, oz iqtisod bilan nurg'un narsaga ziyon beradiganligini Xitoy ko'rib yetayotgachqa buni Rossiya bilan Ukraina urushida. Buni ko'p tilga oldigan, buningga qarshimi oldini olish tadbirlarini qilayotganligini ko'rsatyapti dunyoga. Atalmış Avtonom Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Chin Shaojang manevrida qilgan so'zda bu yil Xitoy Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi va 15-5 yilning boshlanish yili ekanligini, har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlarning boshdan oxir atalmış terrorlikqa qarshi turish, jamiyat muqimligini qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yish, chegarani boshqarish, tizginlashni ching tutish kerakligini ta'kidlab, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomli qattiq ijro qilinadiganligiga ishorat qildi. Chin Shaojang degan Xitoyninki vatanimizdagi birinchi darajalik davlati. Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonda ko'p qatim harbiy manevr o'tkazib, chegara mudofaasini kuchaytirishni ta'kidlab kelgan bo'lib, bu qatim manevrning texmo kengaytirilib, Sharq Turkistondagi muhim shaharlarda birli vaqtda o'tkazilishi va alohida vaqtga, ya'ni 3-iyulga 5-iyuldan 2 kun burun bunda o'tkazilishi vaqtda shunday bir vaqtga o'rlashtirilishi albatta dunyoning diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri. Qisqacha qanchalik qiladi ko'ramiz. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoyning ballistik bomba siniqiga kuchlik tanqid yog'di. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoyning shu rayon davlatlarida shu mayli Xitoy dengizi bo'lsin, shu mayli Yaponiya atrofida, Tayvan atrofida bo'lsin, davomli bu yerda jadal chiqarib turayotganligini bilamiz. Har doim, har hafta buning o'xshash ya bu shakldagi xabarlar chiqib turdi, atrofdagi davlatlarni bearam qildigan shaklda. Bu qatim Xitoy dengiz armiyasi 6-iyul suvosti yadro paraxotidan Tinch okeanga qaratib ballistik bomba qo'yib berish siniqi ijro qilgan bo'lib, Xitoyning bu qatimliq oz uchraydigan strategik kuch ko'rsatishi Yaponiya, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Janubiy Koreya qatorliq ko'plagan davlatlarning kuchli tanqidiga uchradi. Hammasi ayrim shaklda Xitoyninki bu yo'lsizlikqa raddiya berdi. Xinhua agentligining aloqador xabarida bu qatimliq qo'yib berish siniqining Xitoyning yillik harbiy mashq planidagi doimlik o'rinlashtirish ekanligi. Har doim shunday deydi-ku bu shuq Xitoylar, ya'ni bir narsani qilib qo'yib atrofdagi davlatlarni bearam qilib qo'ygandan keyin norozi qilib qo'ygandan keyin ularniki, hatto ularning havo tavalligiga kirib chiqib ketgan bo'lsa-mu, suv tavalligiga kirgan bo'lsa-mu, qilib ki bunu biz oldindan hech kimni maqsad qilmadik. Bu oldin ala o'rinlashtirilgan normal bir ishimizdi bu. Deb numussizlarcha bunda bayonot berdi. Bu doimlik o'rinlashtirish ekanligini dedi Xitoy. Aloqador davlatlarga oldin uqtirish qilinganligi, mazkur sinoqning hech qanday davlatni nishonlamaganligi da'vo qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimliq sinoq qilingani Xitoyning navbatdagi suvosti paraxotidan qo'yib berilgan eng ilg'or JL-3 tiplik ballistik bombasi bo'lishi mumkin ekan. Mazkur bombaning musofasi Xitoyning dengiz tavalligidan Amerika cho'ng quruqligiga zarb berishga yetarli ekan. Bu so'zlanayotdi hamda bu yerda. Yaponiya, Amerika va Janubiy Koreyaning tashqi ishlar ministrlari 7-iyul Turkiyada o'tkazilayotgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti boshliqlari yig'ini jarayonida suhbatlashgan bu masalani. Suhbatda mazkur davlatlar Xitoy armiyasining bir kun burungi suvosti paraxotidan qo'yib berilgan ballistik bombasini o'rtaq diqqat qiladiganligini ifodalagan. Hatto bu biz qaysi kuni o'tkazgan vaqa va muloyiza programmamizda Erkin Akram bilan, doktor Erkin Akram bilan bu yerda NATO bosh sekretari Mark Rutte muxbirlar shu masalani so'raydi. Shu yerda Mark Rutte bu masalani shu davlatlar bilan yuqorida tilga ilingan bu davlatlarning mas'ullari bilan muzokara qilganligini
Xitoyninki bu yo'lsizlikqa qarata buningga oldigan tadbirlarni suhbatlashganligini tilga oldi bu yerda. Demek bu şekilde bulardan sırt Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning bu qatimliq siniqiga qattiq norozilik bildirib, Xitoyning yadro qurol ambirini tez sur'atda uchiq oshkori bo'lmagan tariqada kengaytishining rayon va dunyoga ig'ir andish yaratayotganligini ta'kidladi. Demek qadrli ko'ruvchilarimiz bu şekilde bu haftadagi xabarimiz. Ama bu Xitoylar her daim mana shunday boshqa davlatlardan kelgan noroziliklar, itirazlarga shunday numussizlarcha javob berib go'shib turdi yani qarab. Bu xabar bu haftadagi qisqa muhim xabarlarimiz. Shimoliy Atlantik İttifoqi Tashkiloti tarixidagi eng halqaliq boshliqlar yig'inining biri deb sifatlangan Amerika prezidenti Donald Trump'ni o'z ichiga olgan 32 davlatning rahbarlari, shundaqla 100 ga yaqin ministr ishtirok qilgan 36-navbatlik NATO boshliqlari yig'ini Anqarada 7-8 iyul kunlari o'tkazildi. Albatta, ma'lum bo'lgandek istiqlolda biz 9 iyul nəhayət təfsili halətdə 2 saatdan artıq bu NATO'nun barlıq bu yığında bo'lgan ishlarni suhbatlaşdıq, kömegen ko'rmalarimiz bo'lsa, o suhbatni cho'qim qochirmay ko'rishni umid qilamiz. Yana bir xabarimiz Xitoyning Xubey o'lkasidagi ko'plagan rayonlarda chiqqan guldirmamlik, bo'ron va qora quyun sababli az deganda 17 Xitoyning o'lganligi, 300 ga yaqin Xitoyning yaralanganligi bildirildi. Albatta bu Xitoy ta'minlagan ma'lumotlar. Ko'rinishlarga qarasak, yani bu shunchalar ishib ketib 17 odamning o'lishi, 300 odamning yaralanishi. Bilimiz Xitoyning qancha ko'chirganligini, qolganini o'zimiz taxmin qilsak bo'ldi. Har doim 100ni, 1000ni bir qilib ko'rsagan Xitoylar o'ziga ziyon bo'lgan vaqtida. Boshqa xabarlarimiz bormi? Tugabdi unda bo'lsa. Demak, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat qadrli ko'ruvchilarimiz. Allah ömür verse aldığımız hafta kaydı görüşkice aman bu gayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.